Bu nima deyapti mana? Kapotini almashtirish kerak ekan. Mashinalar turishini. Aka bu necha pul endi? 42500 dirham aka. 40 ming salkam 11 ming bo'lsa, где-то 12 ming dollarga bormaydi. 2022 boshlang'ich narxi bu. 40 ming mil yurgan ekan. Kilometrga 170 ming. Ha, Tesla'lar qaranglar. Mashinalar. Mashina 28. Kiyalar shuni. Audi'lar. Toyota'ni qaranglar. Bu necha pul aka? 53500 dirham примерно. 15 mingga. 15 ming. Tesla'lar. Mashinalarni mana. Bomba. Bundaylar. 60 ming dirham. Necha pul endi aka bu? Shu 16. 16. 60 ming. Toyota. Kamerada qaranglar, legenda. Shuni qaranglar, bitta mashina naqasi bor ekan. Tak. Narxini hozir ko'ramiz. 38500, 11000 dollar ekanda, примерно, aka. 10 mingdan sal oshadi. Ha, 10 mingdan sal oshadi. Ha. Toyota'lar 38500 boshlang'ich, 10,5 ming dollar. O Audi'da aka nimasi endi buni unaqa? 98. 15 ming mil yurgan, 27 ming, 26 ming dollar. 27 ming. Mana arqa kanot yozgan. Bu Mers. Ana. Banter Mercedes xuddi shunaqa 2025 yili 4 ming mil ham yurmagan mashina. Bu 27 ming dollar boshlang'ich. 48500. Aka 48500 qancha bo'ladi? Mers любительlari mana. Aka bu qancha narxda endi? 15 ming mil ham yurmagan, 27 ming dollar. Mashina GLS 350 format. Shu hayda juda. Mayda juda. Aka ukalar, manaqa mashina inomarkalar Dubayda kerak bo'lsa, akamiz xudo xolasa любой senga davlatga jo'natib beraman deyapti. Aka hamma dastavkalarni Hammasini inshaalloh qo'ldan kelgancha hal qilib yordam berib, olib borib beramiz. Xohlasalar rastamoshkalarni ham qildirib beramiz. akalar shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, akani xudo xolasa nomerini qo'yib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.